Assalomu alaykum hurmatli go'zallar. Kuningiz qalay boshlandi? Ajoyibmi? Meniki ajoyib va men magazinga keldim. Qizlar uchun tez gapiramanmi? Mayli. Qaranglar. Hozir men sizga bir ikki narsani obzorini qilaman. Keyin go'zallar, bir nimani hali tushuntirishga ulgurmadim. Skindom brendi haqida umuman gapirishga vaqtim bo'lmayapti. Uni gapirib обязательно post qo'yaman. Uni hali tarixi bilan sizlarni tanishtiraman. Umuman uyaltirmaydigan brendlar kelyapti. Shunaqangi xursand bo'lyapman. Mana shunaqa brendlarni O'zbekistonga kiritayotganimizdan Skindom brendi вообще katta brendda. Ishonasizlarmi? Shunaqangi katta brend. Ichiga kirib ketyapmiz-da. Hozir hali ko'p narsalarni ko'rsatishga ulgurmayapman. Уже qolmay qolyapti. Уже pelinglar qolmadi Skindom brendinikida. Hali ko'rsataman sizlarga. Kuninglar hozircha yaxshi o'tsin. Yangiliklarni kutinglar. Bugun xudo xolasa videocha tayyorlamoqchimiz. Kichkinagina sizlarga xudo xohlasa nasib bo'lsa, shunaqa kichkina videolar orqali juda ko'p narsani o'rganishga harakat qilaman. Tez gapirgan bo'lsam uzr, чтобы 1 minutga yetsin deb juda tez-tez